Onam meni chiroyli tuqqan. Rohatini sen ko'rib yuribsan. Mazzami? Katta xolayni mazzasimi? Peshanangni qara. Xat chizib qo'ysa vertolyot qo'nadi. Qachon uylanasan? Uylanaman, dada. Sota qo'zi. Sep qo'yib yuboryapti. Salidor sumkasanmiki, amyak sumkasanmiki? Assalomu alaykum tog'a, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Garshoy uylar yo'qmi? Garshoy bor nimaga? Bolamga kerak edi. Bolamga nechinchi yilsan? 2008. 2008 bo'lib turib uylanding, bolang bor? Ha? Davay jigarlar. Sochimni oldimmi? Endi dadamning sochini ham olaman. Davay. 30 yil avval uxlab olsam bo'lardi ekan. Bo'ldi, shartingni bajaraman. Raqsmi? Raqsda iti bo'ladi. Bu hayvon nima uylanmayapti desam, mana shu zaxda yotaverib uylanmaydigan bo'lib ketibdi-da. Mayka qo'yyag'i. Voy. Ha, hayvon 31 ga kiryapti. Uylan. Dada, uylanaman desam katta pul ketib qolar ekan-da. Mebel olishim kerak, o'qirishim kerak, bu qilishim kerak. Ha, dada, mana shu hammasini strategiyasini tuzib qo'ygan. Shallaqi eshit. Play Market bilan App Store'dan tortib olsang bo'ladi. Mumkin degan ilova bor. Shuni tortsang, masalan, sen to'yingga mebel olmoqchimiz, to'g'rimi? Qaysi mebel magazinlarda skidka bo'layotganini ko'rsatadi. Bitta voy texnika olmoqchi bo'lsang ham, qayerda nima skidka bo'layotganini ko'rsatadi. Xullas, O'zbekistonda magazinlarda nima skidka, nima aksiya bo'layotganini oziq-ovqatdan tortib sayohatgacha ko'rsatadigan platforma shu bo'ladi. Shu mumkin ilovasini ko'rib, seni to'yingni qilamiz o'g'lim. Rahmat, men tayyorlanay, dada bo'lmasa. Davay, qalamni uchini chiqar. Nimaga, dada? Spiska yozamiz, to'yingga nima ketadi? Ha, dada, hop. 3 kilo bumaga. Bo'ldi, aytaman. Assalomu alaykum, dada. Va alaykum assalom. Kuyov bola qalay uylangandan keyin hayot? Hayot zo'r. Men bitta narsani tushunib yetdim. Televizor aytayapti, biz alohida yashaymiz. Hayvon. Sen alohida yashamoqchisan-da, to'g'rimi? Yo'q, qo'ling tushir, bo'ldi, urinma. Hayvon, sen alohida yashamoqchisan, to'g'rimi? Ha, dada. Kelin aytdi, to'g'rimi? Kelinim aytdi. Bo'ldi. Tayyorlaninglar, narsalarga yig'ishtiring. Bo'ldi, dada, rahmat. Xo'p. Alohida yashaning, men o'lay. Men sizga aytdimmi? Hozir dadamning xizmatini qilib o'tirganimizda issiq uyda kiraverdik. Yur.